Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men İftixar Abdurashid. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Amerika Tashqi ishlar ministrligi 12-iyul kuni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining yaqinda oyoqlashgan 50-navbatlik yig'ini haqidagi xulosa dokladini e'lon qilib, Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlarni qayta ayblagan edi. 13-iyul kuni Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin buningga qarshi bayonot e'lon qilib, Amerika hukumati atalmış irqiy qirg'inchilik va majburiy emgak degandek yolg'on bahonalar bilan Şinjandagi korxonalarga va xodimlarga embargo yurgizib, Şinjanı dünya sanoat zanjiridan ayırışqa, Şinjanı mecburi işsizlik, mecburi namuratlık ve mecburi yetim qaldırış vaziyeti yaratib, Şinjandagi Uyg'urlar ve başqa az sonliq millatlarning yashash ve taraqqiy qilish huquqiga jiddiy ziyon selayotidu deb chalvoqidi. Bu yıl 6. ayının 13. günü Cenevada başlanğan ve yakında ayaqlaşqan Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengashining 50. navbatlik yig'inida Uyg'urlar masalasi, bo'libmi BDT Kişilik Hukuk Ali Komissari Michelle Bacheletning ig'ir mag'lubiyat bilan ayaqlaşqan Xitoy va Sharq Turkiston ziyorati yig'inning eng asosli muzokara temalarining biri bo'lgan. Qattiq tanqid uchirgan Michelle Bachelet yig'inning ichilish marosimini qilgan so'zida o'zining kelar navbat BDTda qayta vazifa olmaydiganligini va bu qitim o'zining BDT Kişilik Hukuk Kengashining umumiy yig'iniga oxirgi qitim qatnashishi bo'lib qoldiganligini ifoda qilgan edi. 14-iyun kuni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik Huquq Oliy Kengashining 50. navbatlik yig'inida Gollandiya boshchiligidagi 47 davlatning Xitoyning Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsanchiligini ayblab birlashma imzoliq bayonot e'lon qilishi hamda BDT Kishilik Huquq Oliy Komissarini Sharq Turkiston haqidagi kishilik huquq dokladini darhol e'lon qilishga chaqirishi xalqaro zo'r siyosiy ta'sir qo'zg'agan edi. Dünya Uyghur Qurultiyining raisi Dolqin Aysa apandim 14-iyun kuni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti oz sonliq millatlar ishlari bo'yicha alayda raportmani tarafidan tor orqali uyushtirilgan Osiyo Pasifik munbir yig'inida so'z qilish jarayonida Xitoy hukumatining qattiq hujumiga va ig'ir darajada qudratqullik qilishiga duch kelgan. Dolqin Aysa apandimning so'zidan keyinlar o'zlarini Xitoy Milliy ishlar komitetining vakili deb tonishtirgan 3 nafar Xitoy ayol Beyjingdan tor orqali yig'inga bog'lanib, Dünya Uyghur Qurultiyi bo'lsa bo'lgunchi, zo'ravon va terrorist bir tashkilot. Uning raisi Dolqin Aysa hukumatimiz tutuş buyruqi chiqarilgan bir terrorist, uning BDT yig'iniga qatnashish va so'z qilish salohiyati yo'q deb chuqan solgan. Ko'plagan davlatlarning Jenevadagi elchilari va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining vakillarimiz sirtdan ishtirok qilgan mazkur yig'inga riyosatchilik qilgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti oz sonliq millatlar ishlari bo'yicha alayda raportmani Xitoy vakillariga raddiya qaytarib, Dunyo Uyg'ur Qurultiyining bir terrorist tashkilot ekanligi haqida BDT tarafidan e'lon qilingan hech qanday bir qarorning yo'qligini, Dunyo Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqin Aysa apandimning uzun mezgillardan buyon BDTning turli yig'inlarga qatnashib kelganligini ta'kidlab o'tish bilan birga, Xitoy vakilining gap so'zga diqqat qilish haqida ogohlantirgan edi. Dünya Uyghur Qurultiyining bayonotchisi va Qurultay Berlin ishxonasining direktori G'ayur Qurban apandimning dunyoga dongliq Volkswagen avtomobil shirkatining ijroiya direktori Herbert Dies apandidan mazkur shirkatning Urumchidagi sho'ba zavodini taqashni talab qilib boshlatgan imzo to'plash harakati Germaniyadagi har qaysi sohalarning kuchli diqqatini qo'zg'adi. İmza toplash faoliyati boshlangan bir qancha kun ichida imzo qo'yuvchilarning soni 2000 nafarga yaqinlashdi. O'tgan yilmi G'ayur Qurban apandim Germaniya parlamentidan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini rasmiy yo'sinda qabul qilishni talab qilib imzo toplash harakati boshlatgan bo'lib, hozir qadar bu talab xatiga imzo qo'yganlarning umumiy soni 130 ming nafardan eshib ketgan. Oldimizdagi mezgillarda mazkur imzo xati Germaniya parlamentiga topshirib berildi. Volkswagen avtomobil shirkatining ijroiya direktori Herbert Dies apandidan mazkur shirkatning Urumchidagi sho'ba zavodini taqashni talab qilib boshiltilgan imzo toplash chaqiriqida Volkswagen avtomobil shirkatining 2013-yildan boshlab Urumchida sho'ba zavodi qurganligi, mazkur zavodning o'pchörsiga millionlagan Uyg'urlar qamalgan turma va jazo lagerlarining o'rinlashganligining oshkora bo'lganligi, Volkswagen avtomobil shirkatining ijroiya direktori Herbert Diesning bu xil ahvolga va har taraflamalik noroziliklarga parvo qilmasdan Urumchidagi zavodining ishlab chiqarishini toki bugungacha davomlashtirib kelganligi ta'kidlab o'tildi va majburiy emgak tuzimiga sherik bo'lib qolmaslik uchun Volkswagen avtomobil shirkatining Urumchidagi sho'ba zavodining darhol taqilishi lozimligi talab qilindi. Kishilik huquqni ko'zatish tashkilotining ikki nopozliq mas'uli Shveysariya uchurlari to'g'rida maqola e'lon qilib, BDT Kishilik huquq oliy komissari Michelle Bacheletni ziyonkashlik uchirg'ichlar tarafda turib, uning ofat xarakterli Xitoy ziyoratidagi xatoliklarni tuzatishga chaqirgan.
Maqolada ta'kidlanishicha, Bacheletning bu yil 5-oydagi Xitoy va Sharq Turkiston ziyorati Xitoyning qo'rqinchli kishilik huquq dafsanchiligi qarta dunyoning diqqatini qo'zg'ashdagi yaxshi fursat bo'lsa-mu, biroq u Xitoyning Uyg'urlarga keng ko'lamlik ziyonkashlik qilishi, Tibetlarni bostirishi va Hong Kongda erkinlik hujum qilishini tanqid qilishdan o'zini qochirib, Xitoy hukumatining dafsanchiligini rad qilishiga dasmoy silib bergan. Kishilik huquqni kuzatish tashkilotining Xitoy ishlari direktori Sofiya Richardson bilan Amerika ishlari direktori Tamara Tarachuk Broner qalamga olgan mazkur maqolada Xitoyning 2014-yildan boshlab Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qarta insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilganligini, shundaq bo'lishiga qaramay Bacheletning Sharq Turkistondagi rasmiy ziyorati mezgilida Xitoyning terrorlik qarshi kurash deb suratlab kelgan va tutib turish lagerlarini kasbiy mahorat markazlarida pardozlashidagi siyosiy tashviqotlarga qarta hech qanday inkos bildirmaganligini tanqidlagan. Maqolada mundaq deyilgan: Hammadan yomoni Bachelet Xitoydagi ziyonkashlik uchirg'uvchilari va hayot qolg'uvchilari qarta hech qanday adolat umidini o'ttirib qo'ymadi. Nomus qilarliq shuki, u ziyonkashlik uchirg'uvchi to'plar bilan maslahatlashib beqishni planlamadi. Maqolada ta'kidlanishicha, Bacheletning vaziyat muddati to'shishdan burun uning yanada yaxshi ta'sirot qoldirish fursati bor ekan. Maqolada uning Xinjiangdagi dafsanchilikka doir dokladini darhol e'lon qilishi, Xitoy hukumatining rayondagi keng ko'lamlik, umumyuzlik va sistemlik dafsanchiligining mohiyatini aniq so'zlashi, barliq gunohsiz tutqun qilingan tutqunlarni qo'yib berishga chaqirishi, Uyg'ur, Tibet tashkilotlari va Xitoy kishilik huquq qo'g'dovchilari bilan qarorlik dialog qurish kerakligini bildirgan. BDT kishilik huquq oliy komissari Michelle Bacheletning vaziyat muddati bu yil 8-oyda oxirlashidi. Amerikaning 21-iyundan boshlab ijro qilinishiga boshlagan Uyg'ur majburiy emlikining oldini olish qonuni o'z kuchini ko'rsatishga boshladi. Xitoy hukumati Uyg'ur majburiy emligi sababli Amerikaning chekilishiga uchragan Sharq Turkistondagi paxtachilik egiligini qutqizishga majbur bo'lgan. Janubiy Xitoy Sahar pochtasi gazetining xabar qilishicha, Amerikaning embargosida tavrab qolgan rayondagi paxtachilik egiligini turaqlashtirish uchun davlat 12-iyuldan boshlab paxta zavodlariga paxta setilishga boshlagan. Lekin xabarda shundaqdimi rayondagi paxta zavodlarining davomli ziyon tortishi mumkinligi, chunki shirkatlarning o'tgan atiyozli xam paxtaga tag'imi ko'p chiqim qilganligi va bu jihatdagi yuqori besimning davom qilishi kutilayotganligi bildirilgan. Amerika hukumati Xitoyning Uyg'urlarga ziyonkashlik qilishi va keng ko'lamlik majburiy emgak silish sababli qonun chiqarib, bu yil 21-iyundan boshlab rasmiy ijro qilishga boshlagan. Mazkur qonunda Xinjiang paxtasi nuqtaliq cheklanadigan mahsulotlarning biriga aylangan edi. Janubiy Xitoy Sahar pochtasining bildirishicha, Amerikaning Uyg'ur majburiy emgikining oldini olish qonuni rasmiy ijro qilinishga boshlanib bir qancha hafta bo'lmayla, Xitoy Xinjiang paxta bozorini muqimlashtirishga kirishib, davlat o'zi 500 ming tonna paxta setib olishni boshlagan. Xabarda aytilishicha, davlatning tunji turkumdagi paxta setib olishi 12-iyuldan boshlangan bo'lib, bu Amerikaning embargosidan andishiga tushgan rayondagi paxta korxonalarga tasalli berishni chiqish qilgan ekan. Janubiy Xitoy Sahar pochtasining naql keltirishicha, Xitoy doiralarining e'lon qilgan bu vaqtdagi bayonotida davlatning rayondagi paxta zavodlaridan 300 ming tonna bilan 500 ming tonna orasida Xinjiang paxtasi setib olganligi aytilgan. Analizchilarning aytishicha, Xitoy davlatining Xinjiang paxtasini setib olish plani Amerikaning 21-iyundan boshlab ijro qilinishiga boshlagan Uyg'ur majburiy emgikining oldini olish qonunining o'z kuchini ko'rsatishiga boshlaganligidan derak berdi ekan. Aziz ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kundalik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishaylik. Aman bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.